Ibrohim ismini shunchaki chiroyli ism deb o'ylaysizmi? Yo'q, bu ism ortida asrlarga tatigulik ulkan matonat va ilohiy hikmat yashiringan. Qadimiy Ibroniy tilidan kirib kelgan bu muqaddas ism xalqlarning otasi degan ma'noni anglatadi. U butun insoniyat tarixini o'zgartirgan buyuk payg'ambarning merosidir. U xalqlar va millatlarni birlashtiruvchi chinakam do'stlik va sadoqat timsolidir. Bu ism egalari tabiatan juda kuchli irodaga ega. Ular hayotning har qanday og'ir sinovini o'ta vazminlik bilan qarshi oladilar va qiyinchiliklar qarshisida egilmaydigan metindek mustahkam sabr sohiblaridir. Psixologik portretiga ko'ra, Ibrohimlar adolatni hamma narsadan ustun qo'yadi. Ularning so'zi va amali bir bo'lishi eng oliy qadriyatidir. O'z oilasi va yaqinlari uchun ular haqiqiy qalqon, ishonchli tayanch va xotirjamlik manbaidir. Ularning eng sirli hislati ichki intuitiv sezgirligidir. Ibrohimlar insonlarning niyatini ko'zlaridan o'qiy olishadi, lekin buni kamdan kam oshkor qilishadi. Ular mantiq bilan qalb o'rtasidagi oltin muvozanatni topa olgan insonlardir. Ismingizdagi ulkan kuch sizni hamisha yuksak cho'qqilarga yetaklasin. Ushbu videoni o'zingiz tanigan eng mard va irodali Ibrohimga yuboring. Paket shopdan ulgurji xarid qiling.